Ko'tariladi. Rubl yo'q. So'm menen berib ketganda. Birga bir boy qachon bo'lgan birga bir yo'q degan. Rubl 85 ekan. Ejen nega rublda berib aytadi? Rossiyan kupyurasi ko'p qolgan o'xshaydi unda. Bu yoqdan ham majburlab deyildi 85 so'mda olsin debchi. Biznes bo'ldi. Biznes. Islom bankdan chiqardi to'g'anlar. Buni kommersiy bankda ham bunday qilib yozib qo'yibdi. Kassada rubl qolmadi deb to'g'anlar. Hem Rossiyadan rubl so'rasanglar, bu yoqda majbur 85-90 so'mdan almashtirishinglar kerak ekan. 1000 rublingga 950 so'm, 800 so'm qilib to'g'anlar. Buni to'g'anlar kommersiy bankda dollar 97 ekan, 9700 ekan. Euro 10700, rubl 950 so'm, 1000 rublingga 950 so'm bo'ladi ekan satsanglar. Alam desanglar ham Rossiyadan. Sat olam desanglar 1100 dan sotadi ekan. Kommersiy bank Qirg'iziston. Shu jumadan keyin tushdan keyingi nima to'g'anlarni bank kompaniyasida da 95 rubl 90 ekan. Tenga 150 deydi. 15 deydi endi. Dollar 96,5. Adamlar Baxay bankda da rubl 90 ekan, dollar 97 ekan. Shunday to'g'anlar bankda bunday qilayotganini bilmayman. Men aljaqdan kelsanglar, ақша salsa 100 ming salsa 90 ming so'm qilib olar ekansinglar to'g'anlar. O'y fikringizni yozib keting. Yetkili. Assalomu alaykum.